Xonadonlar uchun imtiyozli ipoteka kredit miqdori oshiriladi. O'zbekistonda bitta xonadon uchun davlat byudjeti hisobidan ajratiladigan imtiyozli ipoteka krediti miqdori 15% ga oshiriladi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilda aholi ehtiyojidan kelib chiqib, iqtisodiyotga eng katta talab yaratadigan uy-joy ipotekasiga 23 trillion so'm resurs ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Uy-joy sotib olishda boshlang'ich to'lov va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun 2,7 trillion so'm subsidiya beriladi. Shuningdek, bitta kvartira uchun ajratiladigan imtiyozli ipoteka kreditining miqdori 15% ga oshiriladi. Ma'lumot uchun, hozirda bitta kvartira uchun ajratiladigan imtiyozli ipoteka kreditining miqdori Toshkent shahrida 420 million so'm, hududlarda 330 million so'mni tashkil etadi. Endilikda bu miqdor mos ravishda 483 million so'm va 380 million so'mgacha oshiriladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.